Короче, bugun nima qilib bo'lsa ham olib ketaman. Qachongacha bilan tushunib yashayman. Mani babi chiqarib tushunmayapti. Mazasini qochiraman menmi? Xo'rmi uka, assalomu alaykum. Tuzumsan? Tinch, rahmat. Qalaysiz uka? Tinchmisiz? Nima uka, remontingiz bitganiga bir oydan oshib ketdi, уже ko'chib keldingiz. Hammasi chiki nima endi? Bu anaqa mallarlarga pul berilmaydi masalada, uka. Sizga обязательно kimlargadir telefon qilish kerak. O'tga kelib baqir chaqir qilma, muomalani tuzatib olib boraman. Muomalaga nima? Ketayotganim yo'q, berib boraman. Kelib eshigimni taqillatsang, yo'q narsani men senga olib chiqib beraman. Hozir nassingiz, nima endi? Boshqa ishni qilib turgan, boshqa ishni qilib turgan. Pul olishim bilan men telefon qilaman. Menga qarang, bratu, g'alati emasmi? Chor. Kafilchi nimaga? Malarchi? Tinchmi? Nimaga? Charchamaysan? Nimaga? Qanday pulongan ekan? Men passiyana puli yo'q, nima qilasan bekorga? Yo'l ketdi, undan ko'ra. So'rashni bilmagansan. Qarab tur, qanaqa olishni o'rgataman sen. Latta, men ko'cha bo'lib turib ololmagan, sen qayerdan olasan? Yana kim bo'ldi endi? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qalaysan, tuzukmisan? Charchamayapsanmi? Nima gap bu? Charchamayapsizlar? Rahmat. Bitta masala bo'yicha kelyaptiman. Nima ukam, qo'limdan kelsa gap yo'q. Qolib ketgan razniца bor edi-yu. O'shani bermasangiz, vash taqalib qoldi-da. Men onamlar ham qulupnay chiqdi-yu, bolam qulupnay yegim kelyapti. Olib kelib bersang yaxshi bo'lardi. To'g'ri. Uyda ishonsangiz, svet ham yo'q, gaz ham yo'q. Ovqat qilamiz, go'sht ham yo'q. O'shanga bersangiz yaxshi bo'lardi, aka, duo qilardim. Onaxonni duolari bo'lsin. Zo'r bo'lardi. Uyda mebelga olib qo'ygan pulim bor edi, mana shu mebelni qiynalib qolasizmi aka o'zingiz? Ya ukam, sen onani duolarini ol. Bo'ldi ukam. Rahmat shu. Kutib tur hozir. Xo'p bo'ladi. Rahmat. Ukajonim, mana menni qolgan raznitsasi. Uy, pul yerdimi? Voy, mana shunaqa yo'li ham pul olishdi. Rahmat. Men alohida 200. Duo. Ol. Mana ham berdingiz shuni. Onajonamlarga duo qilib qo'ysalar. Ol. Cho'tki muomalangga zo'r xizmatingga uka. Rahmat aka. Mendan rozi bo'l, uzrlik uka. Rozi bo'ling. Salomat bo'l. Ko'rishamiz, yopish. O'rgan student kinoda emas, hayotda ham rol o'ynash kerak yo'q. Birovdan pul olish uchun ham iste'dod kerak. Latta. Yana kim keldi? Yana sanmi? Ana Nima bo'ldi? ana uyda ro'zg'orga gapim yo'qdi. Pul uchun ham chestingni sotasanmi? Aka, aqlga berib yubordingiz-ku. Sanga pul yo'q, o'zim aloqaga chiqaman. O'tibga taqala turmagin ishni. Aka, unaqa qilmayman, men qarang. Nima, menda ishlamoqchi bo'lyapti?